Assalomu alaykum aka-ukalar, sog'lig'inglar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Aka-ukalar ko'pchilik so'rayapti, fazan qanaqa bo'ladi deb. Mana shu fazanlarimiz Охотный Kavkaz fazanlari. Bular ko'proq ko'rgansizlar, dalalarda ko'rgansizlar, bu xonakilashtirilgan holati. Bular Moskvskiy Kavkazlar. Xorozlari ko'proq qayga sotiladi, nima qiladi deb savol ko'p bo'lyapti. Bularni so'yib yesa bo'ladi, 2 kilogacha bo'ladi go'shi xorozlarini. 2 kilogacha bo'lgandan keyin buni go'shlari juda shirin bo'ladi. Ashini hisobiga ko'pchilik olib so'yib iste'mol qiladi. Hozir oshxonalar ham ko'payib qoldi. Shunaqa fazanlar pishirib ovqat tayyorlab sotadigan oshxonalar ko'p joylar, shunaqa joylar ham olyapti bundan. Bu yerda hozir o'zimga naslga deb olib qo'yganman. Buni ota-onasini sotganman bularni. Bular bahorgi jo'jalar. O'zim birinchi chiqqan jo'jalarni o'zimga naslga olib qo'yganman. Bularni ota-onasini sotganman. Bularga biznesga keladigan bo'lsak, bir dona makoni 70 tadan 100 tagacha tuxumlaydi. Mart oyidan iyun oyigacha tuxumlaydi bular. Balkim ko'proq tug'ar. Menda shunaqa 70 tadan 100 tagacha tuxumladi. 60 dona makonim bor edi. 60 dona makon 3000 ta tuxum berdi. Bir yil. Undan tuxumini 1000 tachasini sotdim. Qolganini o'zim inkubatorim bor, inkubatorga qo'yib jo'ja ochirdim. Bir dona jo'jasini 50 ming so'mdan sotdim. Eng past narx sotganim 45 ming so'm narxi bo'ldi. Tuxumlarini bir donasini 25 ming so'mdan sotildi bularni. Shunda 2000 tacha jo'ja oldim. Jo'jalarini chiqqanda tuxumdan chiqqanda ko'pini sotdim. O'zim katta qilib sotdim, yaqinda ham sotildi. 300 ta, 400 ta, 500 ta sotdim yaqinda. Yana hozir 30 ta, 40 ta sotiladigan jo'jalari bor. Buni xudo xolasa har dori ko'p qolib ketmaydi. Doniga keladigan bo'lsak, mana shunaqa don berganman. Mana shu dona, mana shu yerda hozir 30 tadan oshiqroq, 30 tadan oshiqqa mana shu dona 2 kun, 3 kunga yetadi. Bular qachon donni ko'p yeydi? Tulovi yetmagan, yoshroq paytda ko'proq yeydi. Hozirgi holatda bular ko'pini tulovi yetgan. Bunaqa chiroyli holatga kelib qolgan, faqat dumlari to'liq o'sib bo'lmagan. Bunda juda oz miqdorda don yeydi. Rosa ozgina don yeydi. Biznesni boshlamoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomer, Telegram nomerimni qoldirib ketaman tagida. Negativchi akalarga avval olib vaqt ko'ringlar. Buni oson emas, to'g'risi. Avval qiziqish kerak. Buni baqish oson emas. Negativ yozishdan oldin shuni bir hisobga olib qo'yasizlar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar bemalol. O'zimizni mehnatimiz bu.